Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar bilan Uzbek MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda har doimgidek UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Uzbek MMA kanali oilasi a'zosiga aylangan har bir kishi biz uchun juda ham muhim. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, biz bugungi dasturimizni boshladik. Qadrli do'stlar, xabaringiz bor, kecha Amerika Qo'shma Shtatlarining Nevada shtati Las Vegas shahrida tashkil etilgan UFC Fight Night turniri doirasida hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyev navbatdagi g'alabasini qo'lga kiritdi. Aralash ikki kurash ustamiz amerikalik Dustin Son ustidan ochkolar evaziga g'alaba qozongan edi. Ro'ziboyev o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasiga surat joylab, uning ostiga kichik izoh yozib qoldirdi va raqibiga murojaat qildi. Respekt, huzurda uka deya smaylik belgisini ham qo'shimcha qilgan. Bundan tashqari hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyev raqibini mag'lubiyatga uchratgandan keyin Bo Nikelga vizav tashladi. Qadrli do'stlar, Bo Nikel juda ham kuchli raqib hisoblanadi. Nursulton Ro'ziboyev asosiy bazasi erkin kurash bo'lgan Bo Nikel bilan jang qilish istagini bildirdi. O'rta vazn toifasida muvaffaqiyatli odimlayotgan amerikalik aralash ikki kurash ustasi, ya'ni Bo Nikel 7 ta g'alabasidan 6 tasini muddatdan avval qo'lga kiritgan. Bugun ayniqsa birinchi raundda parterda qiynalgan Nursultonga aynan parterda jang qilishini xush ko'radigan raqib bilan to'qnash kelish katta tavakkal bo'ldi. Qadrli do'stlar, nima deb o'ylaysiz? Hamyurtimiz Bo Nikelni ham mag'lubiyatga uchrata oladimi? Nima bo'lganda ham hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyevga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Nursulton Ro'ziboyev" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyev UFC'dagi yagona mag'lubiyatni taqdim etgan Joaquin Buckley katta gapirishni boshladi. Men Makhachev uchun qo'rqinchli tushib olaman. Amerikalik yarim o'rta vazn 77 kg toifasida UFC jangchisi Joaquin Buckley pound for pound reytingi yetakchisi Islam Makhachevga qarshi ehtimoliy jang haqida gapirdi. Xabaringiz bor, Buckley hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyevga faoliyatidagi yagona mag'lubiyatni taqdim etgan jangchi hisoblanadi. Islam yarim o'rta vaznga o'tyapti. Endi divizionimdagi hamma u bilan jang qilishni orzu qila boshlaydi. Bu xuddi muzqaymoqning bo'lagiga o'xshaydi. Islam bilan yo'llarimiz kesishmagan, ya'ni u bilan yuzma-yuz ko'rishmaganmiz, lekin o'zaro jangimiz oldidan u men ham haqimda ko'p narsani bilib oladi. Men u uchun qo'rqinchli tushib olaman, chunki men aynan u qo'rqadigan narsani amalga oshira olaman. Della Madelinada muammolar yetarli. Islam bundan foydalanib qolishi mumkin. Islam Makhachev Dellani mag'lub etishiga ishonaman deya Paris Prunch nashriga bergan intervyusida aytib o'tgan Joaquin Buckley. Qadrli do'stlar, aynan siz qanday fikrdasiz? Islam Makhachev Jack Della Madelinani mag'lubiyatga uchrata oladimi? Albatta shaxsiy fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Qadrli do'stlar, hozirgi qisqa dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Uzbek MMA kanalimizdan uzoqlashmang, tez orada ko'rishguncha do'stlar.